Selamlar, sizlar bilanman. Kanka PUBG Bull Drop, Crazy Bull Drop. Bular hozir biza puansimizni 60 ta bull coinga to'ldirib oldik. Endi openkeys boshlaymiz. Tak. Standoff omadli shu standoffchi. Tak. Motsek ekan. Ha. Smash somsadan ochib ko'raylikmi yoki bilmadim, somsa ochib ko'rish kerakmi yoki yo'qmi? Hozir bu balans kam. Bitta bratim skuf oching debdi. Skuf balansimiz sal ko'targandan keyin ochamiz. Somsa, mana shu somsadan ochib ko'raylik. Sal kamroq. Ochdik. Voy. O'tsa yaxshi edi. Qanaqangi zo'r bo'lib ko'tardi o'tsa. Bola balansimiz srazu yo'qolib ketdi. Qarog'uchda bu coin. Qaramiz deb ochgandik buni. O'qib beradigan keyslardan, mana shu chiligitdan ochib ko'raylik. Chiligit menga normal bergan. Bola. Voy, musor bola, balansimiz. Voy, 31 ta coin qoldi. Bulpasini ko'taraman degandim-mi? Mana shu bo degan keys berardi bizga. Shuni ochib ko'ramiz. No bersa berdi, bermasa endi bilmadim. Mana shu nojlardan berib qo'yamiz. Voy. Musor nimaga? 15-16 ta bull coin. Uchtalik ocham. Sayt biroz qotyapti. Buni bitta qilib olaylik. Qiziqarliroq bo'lishi uchun normal keys ochaman deganim, lekin mana shunaqa loxlatib beryapti. Support keysidan 3 talik ochib ko'raylik. 3 talik go'mi? Riskovat. Mana shundan tushib bersa bitta. Go. Пропустить bilan. Voy.